Pasportingizga 150 mingdan 300 minggacha pul beriladi. Mabodo kirdi chiqdi qilgan bo'lsa. Endi 5 ta klient olib kelsiz, bitta turetskiy tapisga qo'shib berishar ekan. Xolasiz, olmay qo'yaverasiz turetskiy tapiskani. Akamni chetdalar 24 ga 7 bo'lmasa ham telefon ishlaydi. Nomer qoldirib qo'yapmiz. Kirdi chiqdi bo'lganda sharti pasportga pechat bosilgan bo'lishi kerak. Hali ID karta ham bo'laveradi pasporti. 2024-yilda iyulidan 2024 o'sha yilda 19-dekabrgacha kirdi chiqdi bo'lgan bo'lsa, har bittaga bittami yo ikkitaga ikkita beriladimi emaga? Bitta pasportga. Shaharda bo'lsa bitta, O'zbekistonga kelib qo'ygan bo'lsa ikkitadan bo'laveradi. 150 mingdan 300 minggacha naqd pulda shuni pulingizni olib ketib, xarajat qilib uyga ketaverasiz. Pasportda pechat bo'lsa bo'ldi. Foydalanib olinglar. Lokatsiyamizni to'liq aytib ketamiz. Marg'ilon sentrida Makrodi bilasizlar, hamma biladi. Marg'ilon sentrida Makrodi. Makrodi birinchi etajda ko'rib turibsizlar. Beeline ofisini oldida. Nomer qoldiryapmiz. Bemalol telefon qilib, bemalol kelaverasizlar. Akamni chetdalar. Mabodo badbek bo'lsa, telefonda ishingiz bitadi. Pastga raqam qoldirdik. Xudo xolasa, mana shunaqa pasportini email qilaman degan do'stingiz bo'lsa, jo'natib qo'ysangiz manfaatli video bo'ladi.